Asaka nomining kelib chiqishi otlar bilan bog'liqmi? Asaka Andijon viloyatidagi shahar va tuman nomi bo'lib, uning kelib chiqishi haqida turli taxminlar mavjud. Ba'zi olimlar so'zni qadimgi sak qabilalari bilan bog'laydi. Asvaka ot, Asaka otliqlar ma'nosini bildiradi. Shu sababli Asaka atrofida qadimda nasldor otlar boqilgani haqida fikrlar ham mavjud. Rus tarixchisi Litvinskiy va arxeolog Matboboyev ham Asakani qadimgi Farg'ona va saklar yurti bilan bog'laydi. Shu tarixiy merosni yod etish uchun shahar kiraverishda tulpor otning haykali o'rnatilgan va bu haykal shaharning otlar va jasorat bilan bog'liq qadimiy ruhini aks ettiradi. Boshqa olimlar esa nomni turkiy so'zlar bilan izohlaydi. As burgut yoki urug', kal suv yoki soy. Shu bilan birga Asaka nomi etnik guruh nomi sifatida ham qayd etilgan. Shunday qilib, Asaka so'zi qadimiy tarix, etonim va tabiat bilan bog'liq bo'lib, o'zining boy merosi va ramziy ahamiyatini saqlab kelmoqda.